Aziz iste'molchi, siz bilan ham ana shunday korrupsion vaziyat yuz bermaydi deb hech kim kafolat bermaydi. Shu bois suv ta'minotiga bog'liq ish yuzasidan soha xodimlari bilan yuzma-yuz kelganingizda sizdan shubhali yoki tushunarsiz holatlarda mablag' talab qilgan xodim bilan hushyor muomala qiling. Avvalo sizga qo'shtirnoq ichida o'zining xizmatini taklif etayotgan yoki tamagirlik qilayotgan xodimning shaxsini aniqlashga harakat qiling. Guvohnomasini ko'rsatishini talab qiling. Nima uchun mablag' talab qilayotganligini surishtiring. Eng asosiysi bunday holatlar bo'yicha bizga, ya'ni 93 kod bilan 111 47 57 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Unutmang, har bir korrupsiya holati biz orzu qilib intilayotganimiz huquqiy demokratik davlatning yemirilib borishiga sabab bo'ladi. Shu bois korrupsiyaga qarshi birgalikda kurashaylik.